İslamdagi oila tuzumi. Abdori Muhammad Yusuf. Birinchi bo'lim davomi. İddat ichidagi ayollarga nishonlanish masalasi. İddat tutquchi ayollar 3 turlik bo'ladi. Birinchi, bir taloq bilan taloq qilingan ayollar. Ikkinchi, eri o'lib ketgan ayollar. Uchinchi, 3 taloq bilan taloq qilingan ayollar. Bir taloq bilan taloq qilingan ayol. Bir taloq bilan eridan ayrilgan ayol garchi taloq qilingan bo'lsa-mu, u iddat vaqti tugagan qadar erining igdorchiligidan chiqib ketmaydi. İddat to'shqichilik bo'lgan arliqda eri uni xohlagan vaqtda nikohsiz qaytirib ola oladi. İddat vaqti tugagandan keyin u ayol erining zimmasidan chiqqan bo'ladi. Bu vaqtda uningga so'z soldirish, nishonlanish va o'ylanish joizdir. Ammo ayol erining iddatidan chiqib bo'lmaguncha uningga nishonlanish yoki rasmiy nishonlanmasimi so'z silish qat'iy joiz emasdir. Chunki bu ayol erining iddatidan chiqib bo'lmagan ekan, u erining zimmasida bo'lgan bo'ladi. Buningda eri bilan yarashib qilish uchun fursatim bor deganlikdir. Eri o'lib ketgan ayol. Islom dini kishilarning hissiyotlariga hurmat qiladi. Odatda eri o'lib ketgan ayolga hamon birov xaridor bo'lsa, erining tuqqanlari bearam bo'ladi. Bolalari bo'lsa parishon bo'ladi. Islom dini ayolning har qanday kishiga 3 kundan ortiq motam tutishni qat'iy cheklagan bo'lsa-mu, uni eri uchun 4 oy 10 kun iddat tutishga buyurgan. Chunki er-xotinlik rejisi alohida muqaddas bir bog'lanishdir. Ayolning erining yuz xotirasini qilmasdan iddatini to'shqizmay turib yotliq bo'lish qo'ydi bo'lishi nikohning muqaddasligiga parvo qilmaganligidir. Bu insoniyatchilikka yetmaydi. Şoň ayolning bu muddat ichida, ya'ni 4 oy 10 kunlik iddat ichida boshqa erlar bilan nishonlanishi harom qilingan. Ammo bu muddat ichida uningga so'z soldirishga bo'ladi. Eri o'lib ketgan ayolga rasmiy nishonlanmasdan so'z soldirish boshqalarning ko'ngillarini ranjitib qo'ymaydi. Chunki eri o'lib ketgan ayol iddatdan keyin baribir yotliq bo'lmay qolmaydi. Şunim aytib o'tish kerakki, O'rta Osiyo xalqlarida umumlashgan bir qaloq odat bor. U bo'lsa-mu, bir oiladan birarsi vafot bo'lgan bo'lsa, uning yili to'shmagacha bu uyda o'ylanish yoki yotliq bo'lish ishlari bo'lmaydi. Ularning e'tiqodida bunday qilish o'lguchi marhumning hurmatini saqlamaganlikmish. Amaliyotda bo'lsa, bu odat o'zini behuda avor qilganlik, o'g'il qizlarning baxtlarini kechiktirganlik yoki dafsanni qilganlikdir. Köplagan qiz yigitlar bu qaloq odat tufaylidan vaqtida o'ylanolmay, vaqtning o'tishi bilan bir-biridan voz kechishdi yoki axloqqa xilof keladigan benormal ishlarni o'tkazib soladi va o'zlarini buzadi. Natijada saodatlarini kechiktirdi. Ko'p hollarda barbod qildi. O'liklarga hurmat qilish, ularning vasiyatlarini yurgizish haqida duo qilish orqali bo'ladi. Ammo uning yilini kutib, qiz o'g'illarini o'ylash yoki yotliq qilish ishlarini kechiktirish ularga hurmat bildirganlik emas. Balki azor qilganlikdir. Chunki ular xato ishlarga rozi bo'lmaydi. Şoň biz bütün ishlarimizda Alloh taolo Qur'on Karimda ko'rsatgan bo'yicha ish ko'rsak, eng to'g'risini qilgan bo'lamiz. Alloh taoloning ko'rsatganlari bizni dunyo va oxiratda baxtli qilishni maqsad qiladi. 3 taloq bilan taloq qilingan ayol. 3 taloq bilan eridan ayrilgan ayolning iddati to'shqichilik bo'lgan arliqda boshqa erlarning uningga so'z silishi yoki nishonlanishi joizdir. Chunki 3 taloq bilan ayrilgan ayol eri taloq qilgan hamon uning zimmasidan butunlay chiqib ketgan bo'ladi. Uning taloq qilingan eridan eg'ir oyoqmi yoki emasmi aniqlanish uchun faqat 3 qatim odat ko'rib poklanishiga qolgan bo'ldi. Bu holatda eri uni yangidan nikoh qilish bilanmi o'ziga qaytirib ola olmaydi. Faqat u ayol boshqa biriga umrlik xotin bo'lish niyatida nikohlanib, keyin eri o'lgan yoki ayrilgan o'xshash sabablar bilan ikkinchi eridan ayrilgandan keyin birinchi eriga yangi nikoh bilan qayta oladi. Şoňa 3 taloqning iddati ichidagi ayolga boshqalarning so'z silishi yoki nishonlanishi joizdir. Birovning nishonlanganiga nishonlanishning haromligi. İslam dini kishilar orasidagi muhabbat, sevgi va vafodorlikning hammaga o'rtaq bo'lgan holda davom qilishni, adovat va dushmanliklarning jamiyatdan yo'qolishini tashabbus qiladi. Şoň İslam dini musulmonlarning birovning sodisi ustiga soda qilishni, birovning nishonlangan ustiga nishonlanishni qat'iy ma'ni qilgan.
Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Mümin müminning qeyrindishi. Mümin kishining o'zining diniy qeyrindishining sodisi ustiga soda qilishi, u nishonlangan biriga u o'zi voz kechmagichilik nishonlanishi haromdir. Ammo birov bir ayolga so'z soldirib, taxi nishonlanmagan bo'lsa, u ayolmi uning talabini qabul qilganligini bildirib, aniq javob qaytarmagan bo'lsa, bu holatda u ayolga boshqa birisining so'z soldirishi joizdir. Chunki bu ayol burunqisi bilan taxi nishonlanmagan va ikkisining o'rtasida biror bog'lanish hosil bo'lmagan ekan, boshqasining uningga so'z soldirishiga va nishonlanishiga yo'l bor demakdir. Shuningdek, bu ayol birinchisi bilan nishonlanish jarayonida bir-biri bilan yaqindan tonish orqali ikkisining turmush qurib baxtli bo'lishiga ishonch hosil bo'lmaganligi sababdan ular bir-biridan voz kechgan bo'lsa, bu vaqtda boshqa birining bu ayolga nishonlanishi, uningni qabul qilishi joizdir. Agar ikkinchisi, ya'ni ikkinchi bo'lib so'z soldiruvchi bu ayolni tahdid qilib qo'rqitish yoki uningga birinchisini, ya'ni birinchi bo'lib uningga so'z soldirgan kishini yomon ko'rsatish yoki boshqa choralar orqali uningdan voz kechtirib, uning bilan o'zi nishonlanish, ondan o'yinish maqsadi bilan so'z soldirgan bo'lsa, bu na shariatga, na insoniyatchilikka uyg'un kelmaydigan razillik hamda makkorlikdir. Shariat tarozi bo'yicha aytganda haromdir. Chunki bu holatda ikkinchisi birinchisining nisbisiga qo'l solgan bo'ladi. Bundaq qilish haqsizlikdir. Bu mavzudagi haromdan maqsad nikohning durust bo'lmaydiganligini ifodalamaydi. Balki nikoh uning shartlarining to'liq bo'lish sharti bilan joizdir. Biroq ikkinchisi birinchisining haqqiga tajovuz qilganlik uchun gunohkor bo'ladi deganlikdir. Sababsiz holda ikkinchisining taklifini qabul qilib, birinchisidan voz kechgan ayolmi uning vafosizlik qilganlik uchun gunohkor bo'ladi. Chunki musulmonlarning nishonasi ahdisiga vafo qilishdir. Alloh taolo Qur'on Karimda mo'minlarning sifatlarini bayon qilib, mundaq deydi: Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdisiga rioya qilguvchilardir. To'ydagi xushallik tantanasi. Avval shuni bilish kerakki, islom dini ijtimoiy hayotga eng ko'p ahamiyat beradigan birdan-bir din bo'lib, boshqa dinlarga o'xshash tarki dunyolikni va qattiqchilikni targ'ib qilmaydi. Balki islom dini ijtimoiy hayotdagi har qanday ijobiy faoliyatlarga ahamiyat berdi va uningga munosib ahkomlarni belgilaydi. To'y va boshqami islomiy bayram kunlari bo'lsa, xushallikni tantana qilishni taqozo qiladigan kunlardir. Bu boshqa g'am qayg'uliq va motam kunlariga o'xshamaydi. Shunga motam kunlarida kishilarni xushallik tantanasi qilishga tashabbus qilish munosib bo'lmagandek, to'y kunlaridami kishilarni o'limni yod etishga, do'zax azobidan qo'rqishga targ'ib qilishmi hargiz yaxshi ish emas. Har qanday ishning o'ziga loyiq qoida usullari bor bo'lgandek, to'y kunlarida xushallikni tantana qilish, hamma birdek shodlikni izhor qilish to'y kunlariga xos qoida usuldir. Nikohni e'lon qilish. Nikohni al jamoatga e'lon qilib bildirish islomdan tashabbus qilgan eng muhim ishlarning biri. Payg'ambar alayhissalom nikohni e'lon qilinglar deb ko'rsatgan. Qonunliq halol nikohni e'lon qilish orqali har xil so'z-cho'chaklar va fitna ig'volardan saqlanqili bo'lgandek, jamiyatda zino, harom ishlardan farqlantirgil bo'ladi. Chunki zino, harom ishlar odatda yoshirin qilindi. Ammo nikoh hamisha oshkor ilib berildi. Nikohni e'lon qilish, nikohi e'lon qilinmagan xotinning orqasidan quruq so'z va fitna fasod tarqatish orqali ularning obro'yini tushirmoqchi bo'lganlarga fursat bermaslik uchunmi yaxshi. Xalq olamga ko'rsatilmagan va e'lon qilinmagan nikoh boshqalarning so'z tarqatishdan, yomon gumonlarni qilishdan xoli bo'la olmaydi. Payg'ambar alayhissalom nikohni e'lon qilishga buyurib mundaq deydi: Bu nikohni e'lon qilinglar, uni masjidlarda qilinglar. To'yning tantanasi uchun dapchilinglar. Bu hadisdan nikohni e'lon qilishning, to'yning tantanasini to'y bo'lgan uydagi so'rinda chalg'u asboblarini qo'llanish orqali e'lon qilishning afzalligi ifodalandi. Ammo nikohni masjidlarda qilishni islom ulamolari sunnat qatoridan sanamasa-mu, qilsa gunoh bo'lmaydigan ish. Chunki har qanday hadisdan sunnat hukmi elinmaydi. Yana bir hadisda halol nikoh bilan harom nikohning o'rtasidagi farq e'londir deb ko'rsatgan. Yana bir hadisda halol nikoh bilan haromning o'rtasidagi farq dab ovozdir deb ko'rsatgan.
ya'ni halol nikoh bilan haromning orasidagi farq chalg'u asboblarni chilish, xo'shalliqning va shodliqning tantanalarini namoyon qiladigan naqshi ovozlarni yangritish orqali uni xalq olamga e'lon qilish bilan tonildi. Ammo harom muhabbat odam ko'rmaydigan joylarda maxfiy ilib berildi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisdagi nikohni masjidlarda qilinglar degan so'z orqali ikki maqsadni ko'zlagan. Uning biri nikohni masjidning ruhoniylik bilan bog'lashtirish. Chunki masjidlarda ibodatgohlardir. Musulmonlar masjidda namoz o'qish orqali ibodat qilgandek, Alloh taolo buyurgan halol nikohlarni masjidlarda qilish orqali niyatning durust bo'lish sharti bilan ibodatning savobini topadi. Ikkinchisi, kishilar nikohni masjidlarda qilish orqali uni texim namoyon qilish va e'lon qilish fursatiga erishadi. Chunki masjidlar musulmonlarning o'zaro to'planadigan o'rinlari. Musulmonlar hej, juma namozlari va 5 vaqt namozlari uchun masjidga to'plandi. Bundaq odam ko'p to'planadigan o'rinlarda nikohni e'lon qilish bir tarafdan nikohni xalq olam oldida e'lon qilish bo'lsa, yana bir tarafdan boshqa yoshlarni o'ylanishga tashabbus qilish rolini o'ynaydi. To'yda naqshi aytish va chalg'u asboblarini chilish. To'yda bo'lsin yoki boshqa munosabatlarda bo'lsin, islom axloqiga uyg'un, adab axloqqa yomon ta'sir ko'rsatmaydigan, kishilarni yomon gunoh ishlarga tashabbus qilmaydigan, mazmuni sog'lom naqshlarni aytish, uni anglash va chalg'u asboblarini chilish joizdir. Xususan, to'yni e'lon qilish uchun to'y so'rinlarida naqshi aytish va chalg'u asboblarini chilish yaxshidir. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarini to'yda tantana qilishga buyurganlik to'g'riliq hadislar sabit bo'lgan. Ammo aytishqa va anglashga ruxsat qilingan naqshlarning mazmuni kishilarni yomon havaslarga chaqiradigan, adab axloqqa ta'sir yetkazadigan, hayosiz, adabsiz so'zlardan xoli holda vatanni, dinni, mardlikni, fazilatni, ota-onani va millatni kuylaydigan esil so'zlardan bo'lishi shartdir. Payg'ambar alayhissalomning davrida to'ylarda dapchilinadi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni uningdan to'smaydi. Hatto uning bir qitim o'z uyida uning ayoli Oysha radhiyallohu anhoning yonida dapchilib o'tirgan qizlarni uningdan mani qilmoqligi, balki ularni uning tashabbus qilganligi to'g'risida kuchli hadislar rivoyat qilingan. Naqsha va chalg'u asboblarini o'z yo'lida qo'llansa, natijasi yaxshi bo'lgandek, bularni yomonlikqa, kishilarni ozdirg'uchi, havoyi havaslarga mubtalo qilgan shaklda qo'llansa, uning natijasi ziyonli bo'ldi. Shu u islom nazarida joiz bo'lmaydi. To'ylarda ayollar ayrim, erlar ayrim o'rinlarda bo'lgan holda tantana qilish kerak. Ayollarning o'zlarining ayol jinslari orasida adab axloqqa uyg'un shaklda naqshi g'azal va she'rlarni o'qishlari yaxshi bo'lgandek, erlarning o'zlarining er jinslari orasida shunday qilishlari yaxshidir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan. Oysha radhiyallohu anhu ansarlardan birining to'yidan qaytib kelganda payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Oysha, sizlar to'yda o'yin tomosha qilmadinglarmi? Ansarlar o'yin tomoshani yoqtiradigan xalqdir", deydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom Madinaning atrofidagi bir joydan o'tganda qizlar dapchilib naqsh aytayotdi. Ular mundaq deb naqsh aytadi: "Xo'shal bizlar ko'kka yassun naqshimiz, aramizda Muhammaddir yaxshimiz." Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda ularga qarab: "Alloh bildiki, haqiqatan men sizlarni yaxshi ko'raman", dedi. Yuqorqilardan boshqami payg'ambar alayhissalomning to'ylarda naqsh aytish, chalg'u asboblarini chilish orqali to'yni namoyon qilish tashabbus qilgan hadislar ko'pdir. Bu hadislarga binoan to'yni namoyon qilish uchun yuqorida aytilgan shartlar asosida naqsh aytish, o'yin tomosha qilish va chalg'u asboblarini chilish joiz bo'lib qolmasdan, balki afzaldir. Ammo kunimizdagi to'y so'rinlaridagi axloqsiz naqshlar, adabsiz tomoshalar va tar yoki yerim yalang'och kiyimni kiyib o'ynaydigan hayosiz usullar na islom dinining prinsipiga, na bizning milliy an'anamizga uyg'un kelmaydi. Bular faqat Yevropaliklarning va dinsizlarning razil madaniyatlaridir. O'zlarini musulmon deb yurgan kishilarning muqaddas dinimizning ta'limotlariga, milliy an'anamizga agishishi va boshqalarning razil madaniyatini do'rab, o'zlarining axloqini bulg'amaslik lozim. Naqshi musiqa anglash to'y to'kinlarga xos emas, balki islom dini belgilagan qoida prinsiplariga rioya qilish sharti bilan uni har qanday vaqtda anglashga bo'ladi. To'yda qizlarning to'y ko'ngligi kiyish masalasi.
Bu мәселеде өлімалар отырсында ikki xil qarash бар. Birinci qarashdagilar qizlarning to'y kiyim kiyishni boshqa dindagilarning odatlarini do'rab, ularga o'zini o'xshatib olganlik bo'ladi degan asos bilan to'g'ri emas deb qaraydi. İkinci qarashdagilar to'y ko'ngligi xristianlarning odati bo'lsa-mu, diniy odat emas, ham ko'plagan musulmonlar diyorida keng tarqalgan bo'lg'achqa, xristianlarga xos odat bo'lishdan chiqib ketgan. Şuna toy ko'ngligi kiygüchisining avrat sanalgan a'zolarini yugab turadigan, nepiz emas, tinin namoyon qilmaydigan bo'lishi va uni yot erlarning oldiga girim qilgan holda chiqmasligi sharti bilan kiyishi durustur. Saudiya Arabistonining sobiq muftisi Abdullah ibn Baz va katta ulamolardan Ibn Husaymin, Salih ibn Fawzon qatorliqlarmi bu qarashni kuchlantirgan.